Buning nima Xitoycha kiyim bo'lgan? 14 yil Xitoyda yashaganda o'rganib qolgan. Voy, obedga nima ovqat qilarkan-a? 一阴一阳之谓道，仔细东来。 Bolam xotining ovqat qilmasin. Xo'p, Zebi 14 yil Xitoyda yashab o'zbek sho'rvasini sog'ingansan-ma. Qoshiqda ol sho'rvadan ich. Nima cho'p deyman? Suvini ichi. Xotin ham burchakda nima qilyapti? Bu yerda kalamushdan boshqa hech narsa yo'q-ku. Zebo! Xitoyda yashagan degani kalamushni ham yevoraveradi degani emas-ku. Lekin men yedim. Kelin, nimalar yeysiz? Qiziqdim-da. Birinchi ovqatga buni solamiz. Keyin nordonroq achchiq bo'lish uchun bundan solamiz. Yana ham achchiq bo'lish uchun bundan solamiz. Keyin yana ham achchiq bo'lish uchun bundan solamiz. Yana ham achchiq bo'lish uchun buni ham solamiz. Oling. Ana, osh qilishni ham o'rgandingiz. Endi ustiga go'shtlarni soling-da, olib chiqing. Xo'p bo'ladi. Marhamat, osh bo'lsin. Abi ham go'sht-ku. Ey kelin, qozonni ham tozalayapsiz-ku? Yaxshi tozaladim, u ketmadi-da. Kim tozalaydi buni? Bo'ldi, janjal qilmanglar. Mana bu bavi degan narsa bor, oyijon. Buni tog'oraga 2-3 qoshiq solib, issiq suv solib, keyin o'sha idishlarni solib yutib qo'ysangiz, 10 daqiqadan keyin sovuq suvda chayvorsangiz, top-toza bo'ladi. Bu allergiya bermaydi. Uning ustiga bu Germaniya mahsuloti. Mana kelin bo'lar ekan-ku, krevetka, haligi 8 oyoq qilmasdan o'sha go'shtda pishirib bersangiz. Qo'shni, mushugimni ko'rmadinglarmi? Topolmayapman. Sog'inib qoldim-da. Sog'insiz ertaroq yeymizmi? Hozir yeb tugatdik.